odamni xafa qilsang, baxtli qila olmasang, mana senga nima bo'ladi demoqchilar dadam. Anunga nima bo'ldi? Bo'ldi, men qizingizni baxtli qilaman, adajon. Adam seryozni odamlarga yaxshi ko'radi, o'zingizni jiddiy tuting. Adash, iltimos, oxirgi imkoniyat. Yo'q, meni otib tashlasangiz hozir prosta o'lib ketaveraman, lekin mendagi bunaqa 4 ta restoranim bor. Kuyov topa olmaysiz. Aka! Ketaveraymi? Ketib qolma, hozir otaman seni. Roziman deyaptilar. Rostdanmi? Bitta duo qiling. Yo'q, qizim, yo'q. Nima qizingiz-ku, nima? Kim bo'lsangiz ham qizingiz-ku, bitta duo qilsangiz nima qilibdi? Qizingiz baxti uchun. Turiya ada. Ilohi amin. Bolalari buvali-juvali bo'lib qo'sha qarib baxtli bo'lsin. Sen meni o'zim ustab kuryapsanmi? Otib tasha! Fireball.